Boburjon nima bu? Qanaqa gilos? Вообще hujum, Boburjon. Giant Red aka, buni Giant Red videosini qo'ygan. Jangchi laqabli gilos ekanda bu, jangchi laqabli. Jangchi laqabli mana. Hosilni qarang aka, kalibrni qarang. Telefonda qanaqa chiqyapti bilmayman, Shuni memasini reklama qo'yganimizda juda ko'pchilik bir ko'chatini olib ketdi. Mana bu yil ham noldan qo'yib boryapmiz. Gullaganda ham qo'ydik. Mana hozir xudo xolasa buni sotilish jarayonigacha qo'yib beramiz videosini. Hosilni qarang aka. Bu вообще zo'r ekan, olgan odamlar ham xudo xolasa baraka topar ekanda. Bu qarang mevani, voy bu. Changlatuvchi sepish shart bas bunga. Yo'q-a? Qo'shma ham nisbatan kam bo'ladi mana. Hozir bitta savol beraman-da Boburjon sizga. Gilosga ximikat sachishib 4-5 martadan ko'rib boryapman va ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda Ganapilos boshqalardan foydalanyapti. O'zi gilosga ximikat sachilmasdi. Shundaymi yo men adashyapmanmi? Gilosga ximikat sepilmasdi, endi iqlim o'zgargani uchun valavoylar hosil olmayapti, ko'proq dori sepilyapti. Bunga dori sachilish shart emas. O'zi olaveradi. O'zi olaveradi. Bu yil ham bizni kuzatib borayotganlar bo'lsa, juda ko'pchilikka boqib berdik, shundan ko'chatini ham sotdik. Ximikatga ham oshiqcha sarf xarajat yo'q. Xarajat yo'q mana. Tagiga jicha o'g'it berib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi. 6 yasharli, 7 yasharli bog'mash. Iskana bo'lganiga, hayvon bo'lgan 7 yil bo'ldi mana. Hosilni yaqindan ko'rsatib qo'yasizlar. Kami 50 kilo hosil bor. Valavoyni narxida sotganingizni ham 2 million pul bo'ladi 50 kilosi. Bu degani 2000 ta ko'chat eksa, vaqtini o'zi kommentariyada hisoblab yozishib yuboraveradi. Bitta elektromobil ekanda, hosilga kirganda, gilos bog'i ekanman deganlarga diqqat ulashib qo'yinglar. Mana aka, qarang hosil. Qarang hosilni. Voy, mana yaqindan ko'rsatib qo'ying. Hosilni qaranglar. Bu tarafda ham bor, uni ham ko'rsatib qo'ying. Buni hosili yeriga nima buni sorti, Boburjon? Buni sorti boshqa sort, Giant Red bas lekin. Mana qarang. Eng yirik gilos. Mana bu qarang aka. Lekin umuman qo'shmaq yo'q. Bu bahor gilos bas. Lekin 100 bandi kalta. O'ta yirik. Yirik mana. Buni hosilini kamligini sababi bu ham sariqqa payvand bo'lgan. Sariqqa hosili kam bo'lib qolar ekan. Yo'q. Bu sort. Ha, tushunarli. Agar cheremuxada yo qora gilosda qilinsa, bu ham kattaroq nimaroq bo'ladi. Bargi ham ajoyib. Gilosda. Yirikroq bo'layotgan sababi ham shu endi. Hosili juda kamroq. Lekin uchlarida rosa quyib olibdi, tana bo'ylab olibdi. Shaklan noto'g'ri ketib qolgan bunda. Asosan endi bizga ko'chatchilik chiringa ko'paytirgan chiqib qolsa bo'ladi. O'zimizdan. Egallarga ham ko'rsatgan mana dokumenti. Bu telefonda qanaqa bo'lyapti bilmayman, yomon qo'yib yuboribdi bu gilosani. Bu endi asli mahalliy o'zimizni valavoy sersami endi bu? Valavoy, bu ham endi dorilardan keyin. Dorilardan keyin. Nechta marta dori sachdingiz? 4 marta, bugun 5-sini sepamiz xudo xolasa. Har bitta ximikatingizga qancha pul ketyapti? Ximikatda o'zi 200 ming bo'lyapti, septirish 200 ming, har sepganda 400 ming. Qancha rasxod qildingiz? Shu paytgacha 2 million rasxod qildim. 2 million rasxod qilibsiz. Xo'p. Valavoylar. Lekin xudo xolasa rasxodingiz xudo xolasa yaxshilikka bo'lsin, zo'r bo'lsin. Demoqchi bo'lganim, shu changlatuvchi gilosga o'tsa ham bo'laverar ekanda, aytayapsizki, hozir valavoy bilan почти bir xil sotiladi. Giant Red deb o'tdi, to'g'rimi? Sotiladi. Ana. Eng kamida valavoy bilan teng sotiladi-da. Ana. Valavoy ham yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi bo'lsin, dehqonlar yili bo'lsin, xudo xolasa bu yil ob-havomiz jicha salqin keldi, xudo xolasa zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu valavoy sevsak. Davom etinglar do'stlar, xudo xolasa yangi navlarda qo'yib boramiz do'stlar. O'zimizga qilganlar sizga ham tavsiya qilib boramiz. Sog' bo'lasizlar.